Bu juda ham aktual savol. Ikki xil bizada tush bor. Siz aytayotgan tushni oldin nimaligini bilib olishimiz kerak. U bachadon tushimi yoki qin devorlari tushimi? Bu bizda mana qinga kirish joyi qin va bu bizning bachadonimiz. Agar bachadon bo'lsa, bachadon pastga siljib tushgan bo'lsa, bachadonni teshikchasi bo'ladi, servikal kanali bo'ladi. Sizda bachadon tushgan bo'lsa, go'shtga o'xshab dumaloq silliq va bachadon bo'ynini servikal kanali ko'rinib turgan bo'ladi. Aksariyat hollarda ayollarda qin devorlari tushgan bo'ladi. Aynan o'sha yong'oqqa o'xshab, to'riqdan kelgan o'sha go'sht chiqib qoldi deganda ko'p holatlarda qin devorlari tushib qolgan bo'ladi. Ya'ni jinsiy lablardan oldidan tahorat qilganda, orqa tarafdan tahorat qilganida go'sht yong'oqqa o'xshab chiqib turganga o'xshab tuyuladi. Mana bu yondan olganda aytaylik, jinsiy lab bilan tahorat qilganida. Hozir buni mana shu maketda ko'rsataman. Bu bizda CD pufagimiz, bu yo'g'on ichagimiz. Orqa tarafda, demak, mana bu jinsiy lablar tahorat qilayotganda oldi tarafida go'shtga o'xshagan narsa chiqib turgan bo'lsa, aksariyat holatlarda bu qin oldi devori unga qo'shib CD pufaga tushgan bo'ladi. Agar orqa tarafdan go'shtga o'xshagan narsa chiqib turgan bo'lsa, tahorat qilayotganda seziladi u narsa oldidami yoki orqa tarafidami. Ya'ni oldi tarafida bo'lsa qinga kirish tepa qismida bo'ladi, orqa tarafida bo'lsa qinga kirishi past qismida bo'ladi. Bu qin orqa devori yoki oldi devori. Ya'ni orqa devor tushganda ko'pincha yo'g'on ichi bilan qo'shilib tushadi, oldi bilan tushganda ko'p holatlarda CD pufagi bilan qo'shilib tushadi. O'shani farqiga borib olishingiz kerak. Sizda qin oldi devorimi, orqa devorimi yoki bachadonmi? Bachadon bilan qin devorlari juda har xil bo'ladi. Bachadon juda ham silliq bo'ladi bo'yni, qin devorlari go'shtga o'xshab g'adir-budir bo'ladi.